Bilasizmi, nech pul tiqib yubordik mana shu bitta Damas mashinamizga. Qarang, yaxshilab sanab hisoblab turing. Elegant diska, archa balon, Damasga endi chiqqan yangi bamperlardan taqqanmiz. Faqat zakaz uchun tikilgan qimmat chexollar. Sidinasiga birga bir qolib chiqqan. Bunaqa hali chexol hali yo'q, bozorga chiqmagan, sotuvda yo'q. 7 da polik, patologlari polni, original, hammasi original. Parok va Equinox'da обlisovkasi. Mashina 2022 va bu sotuvda 38 ming masofani bosib o'tgan. Kraskalari top-toza. Kuniga 100 mingdan ham kam chiqadi. Oylik to'lovlari Telegram kanalimizda bo'ladi. 7000 dollar shitr sanab olib ketsangiz bo'ladi. Yo'q, men muddatli to'lov qilib bo'lib beraman desangiz 1150 dollar boshlang'ich to'lovga pul berib, hamma xarajatlarini ichida qilib, o'sha pulni berib shu mashinani haydab ketsangiz bo'ladi. Bunaqa mashinalardan har xillarini biz hali yana taxlab chiqamiz. Shuning uchun bizni yo'qotib qo'ymasligi uchun yaqinlarga videoni tarqatib, bizga obuna bo'lib qo'ying.